O'zbekistonda ekologik ekspertiza va atrof muhitga ta'sirni baholash tizimi xalqaro standartlar bilan takomillashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 11-maydagi qarori bilan ushbu yo'nalishda bir qator yangi tartiblar joriy etildi. Xususan, ekologik ekspertiza obyektlari 4 tadan 3 taga qisqartirildi. Bu esa atrof muhitga ta'siri past bo'lgan minglab tadbirkorlik subyektlarini ortiqcha ekspertiza jarayonlaridan ozod etadi. Bu haqda Davlat ekologik ekspertiza markazi tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumanida xabar berildi. Qarorning maqsadi tadbirkorlarga taqiq qo'yish emas, aksincha tadbirkorlik va sanoatni ekologik jihatdan xavfsiz, zamonaviy va barqaror rivojlanish yo'lida o'tkazishdan iborat. Ushbu qarorni ishlab chiqishda Yaponiya, Germaniya Federativ Respublikasi, Janubiy Koreya, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Kanada, AQSh, Turkiya, Gruziya, Singapur, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston kabi xorijiy davlatlarning ekologik ekspertiza sohadagi qonunchiligi va amaliyoti o'rganildi. Shuningdek, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa iqtisodiy komissiyasi ekspertlari, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Koreya atrof-muhit institutining malakali ekspertlari hamkorlik qilindi. Yana bir muhim yangilik, davlat ekologik ekspertizasi endilikda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Natijada sohada ochiqlik va shaffoflik ta'minlanadi. Mana hamma rayonlarda tashkil etilgan davlat xizmatlari bor-ku, borib shu joyda murojaat qilib, bemalol ekspertizaga faqat ekoservis o'zi orqali emas, cheris u yoqdan endi o'tadigan bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri topshirish imkoniyati tug'iladi. Anjumanda ta'kidlanishicha, ekologik baholash tizimiga Orhus konvensiyasi talablari huquqiy asos sifatida kiritilmoqda. Shuningdek, qaror bilan ekolog ekspertlarga aniq talablar ham belgilandi. Yozgan xulosasiga ekspert bundan keyin qonun oldida javob beradi. U yozgan joyda obyektni borib ko'rdimi, ko'rmadimi, xulosani yozayotgan paytda u o'sha joyda qanaqadir noto'g'ri xatti-harakatlari paydo bo'lsa, mana shu qonun oldida javobgarlik masalasi bu qonunda ham, qarorda ham belgilab qo'yildi. Yangi qaror bilan ekologik baholash tizimiga zamonaviy xalqaro mexanizmlarni joriy etish, atrof muhit muhofazasini ta'minlash, ekologik xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat tabiatni asrash, balki kelajak avlod uchun sog'lom va xavfsiz muhit yaratishda ham muhim omil bo'ladi.